Assalomu alaykum, Parijola, tuzukmisizlar, yaxshimisizlar? Hozir ertalabdan ichagim og'rib, ko'richak joyimni bilmayman qayta. Juda ham yomon og'rib. Qiynalib o'tirdim. Keyin Instagram chalg'ish uchun Instagram Reels'ini olib o'tirsam, bitta bolani kontenti bor, islomiy kontentlar qiladi. Attahiyotni foydalari degan kontent qilibdi-da, qanaqa foydalari borligini eshitib tursam, o'sha og'riyotgan joyingizga kasallikka shifo bo'ladi. 33 marta attahiyotni etsa degan joyi. Mana shundoq pauza qildimda, ayni payt qiynalib o'tirdim-da. 33 marta ixlos qilib etdim. Subhanalloh qo'yib yubordim. Alloh qudratli. Agar ixlos bilan shu narsani ixlos bilan qilsanglar, bu narsa juda ham ko'p sinalganman-da. Agar ixlos bilan qilsanglar, ixlossiz qilsanglar, ishonmasdan bo'larmikin desanglar, hech qachon Alloh marhamat bermaydi-da. Duolarni ixlos bilan aytganingizda ta'sirini sezishinglar, uni qabul bo'lishi haqida bir hadis bilardim. Bu hadisda aynan qaysi duoni aytganlari esimda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'risi esimga chiqib ketgan. Mana shu telefonim bilan o'tirib, kunim telefonda o'tadi, chunki hamma ishim telefon bilan. Shuncha ko'p olgan ilmlarim afsuski esimga chiqib ketyapti. Xullas, qaysidir jangda qaysidir sahobalarning qo'li uzilib tushadi-da. O'shanda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga juda ko'p mo'jizalar berilgan. O'sha mo'jizalardan bittasi ham shu qaysidir duoni aytib qo'llarini qaytib joyiga qilganlar-da. Allohning anaqasi bilan, izni bilan. Keyin qaysi duoni aytdingiz deb so'ragan. Hamma lol qolgan, qaysi duoni aytdingiz deganda, qaysidir duoni keladi. Ha, o'zimizni falonchi duomi deganda qaytib qo'li uzilib tushganda o'sha sahobani. Demak, ixlos juda ham muhim, ishonch juda ham muhim. O'sha narsa bo'ladi deb ishonishingiz juda ham muhim bo'ladi, deydi duo qilgan.